Bu uyda hamma masalani men o'zim hal qilaman. Aytavering, nima gap tashlayman? Hormaylar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Mana Nima bu? shukurka. Gaya premiumdan. Zo'ra. Shukurka deb ezor o'ylaydi. Ol. Zo'r bo'pti. Eshitaman, onasan. Nimaga? Shunaqa dedimi? Bo'pti, siqilma. O'zim hal qilaman. Erkak xudo bilan gaplashing, hammasi joyida bo'ladi. Bo'pti. Tinchlikmi ustoz? Nega asabiylashasiz? Bo'lajak yangi xudolarga mebel jo'natgandim. Yoqmaganmish. Mebel eng yaxshisini jo'natdik-ku. Shuni aytaman-da. Mayli, hali ishdan chiqib erkak xudo bilan gaplashib ko'rishi nimasi yoqmadi. Shukurkalarni ol, ha? Mebelni sifati ham endi zo'r bo'ladi. Xudo xolisa. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani uyga kiring. Yo'q, uzr xudo, kechda bezovta qildim. Tashlayman. Bahodir xudo uydanlar. Bir narsani maslahatlashmoqchi edim. Bu uyda hamma masalani men o'zim hal qilaman. Aytavering, nima gap tashlayman? Yuborgan mebelimiz sizlarga yoqmabdi. Agar yoqmagan bo'lsa, yaxshisiga almashtirib beraylik degandik. Voy. Juda ham tushungan qudasiz-da. Yaxshi bo'lardi. Ana stollarni ham kattarog'iga almashtirib bersangiz, chunki mehmonxonamiz rosa katta-ku, bilasiz-ku. Stollarni kattasini olib beramiz. Mebelni ham yaxshisiga almashtirib beramiz. Yaxshi bo'lardi. Faqat bitta muammo bor. Nima muammo ekan? Muammo shundaki, buni siz tushunarmikinsiz yoki yo'qmi bilmadimmi. Men uyda erkagi bo'la turib, xotini hamma narsani hal qiladigan xonadonga qizimni bermayman. O'zinglarga boshqa kelin qidiringlar. Omon bo'ling.